Qadim zamon ayol dini fidoyilik deganlar. Eri o'lsa xotinini qo'shib ko'mar ekanlar. O'tib necha avlod, umri o'tib cheksiz ko'p zamon, hech bir davr bu o'timni qila olmabdi qatag'on. Dahshat edi bu chinakam. Bilar erdi odamlar, lek odatga qarshi ne ham qilar erdi odamlar. Asli o'sha zamonda ham donishmandlar bor erdi, lek ular ichra mardi kam ko'p ehtiyotkor erdi. Bosh ko'tarmas erlar isyon ayollar ham qilmasdi. Chunki ular er qachon o'lishini bilmasdi. O'tib ketdi 1000 yil fursat, qarshi qudrat yo'q erdi. Kimda shafqat, kimda jur'at, vale kimda imkon yo'q erdi. Bir kun jangga ketayotib bosh ko'tardi bir o'g'lon. Ot boshini shart burib yeldi tikka shoh tomon, dedi: "Ey shoh! Shohim, oldimda bor yo hayot, yo o'lim. Qolayotir rafiqam zor, qizalog'im va o'g'lim. Men-ku ular erki deya jangga ketayotirman. Farzandlarim mehri deya fidoyiman, botirman. Ammo men o'lsam bu jangda sodiq qolib udumga, farzandlarim onasini ham hukm etarsan o'limga. Boqiysi yo'q hech odamning, biz ketarmiz davomi. Lekin ayol bu olamning kelajagi davomi. Agar o'lsam vasiyatim shu bo'lsin. Ayolim emas, hamroh etib jang qurolim ko'milsin." Bu so'z bo'ldi misli ochiq kunda momo guldurak. Keltirdilar bolta, kunda, bas. Tafsiloti ne kerak? Bechoraning ochiq qolgan ko'zlarini yumdilar, hamroh etib jang qurolin ko'mdilar. Bo'lsin deya tavqi la'nat, avlodlarga ta'limot, qabr uzra yozdilar xat. Ko'ring bu kas holatin, bobolarning odatin, u bilmadi muqaddas, his qilmadi yurakdan. Ayol uchun eri bilan ko'milmakdan saodat yo'q ziyoda. Qurbon bo'ldi bitta yurak, qoldi tavqi la'natga. Shundan eri o'lsa ayol qo'yilmabdi lahatga.